Xo'p, o'sha ko'pchilik so'ragan Formula 1 xonamizda mana o'sha joy, mana o'sha kompyuterlar og'aynilar bilan kelib maza qilib o'ynaveradigan joyi, mana o'sha nastoящий chaykalar. Bularni olib haydagilaring keladi. Hammasi konstruksiyadan yasalgan. Или boshqachami. Короче, ajoyib narsa. Xullas, bu yerda 6 ta Formula 1 ga mo'ljallab qo'yilgan kompyuter bor. Har bittasi 3 tadan monitori bor. Также скоростлari bor, ruchnoy tormozlari bor, дополнительный pultlari bor. Bularni hali to'liq o'zim ham bilmayman nimaga javob berishini. Men tushunishim bo'yicha mashina burilganda, boshqa bo'lganda men bular уже vibratsiya berib, detonatsiya berib, xullas в реальный anaqaga rulda o'tirganda yurasizlar. Bu yerda ham knopkalari bor, mana bu aynalaydigan narsalari bor, короче, bu dunyo narsalari bor. Bu hammasi ishlaydigan narsa, maskirovka emas bular. Bular hammasi maskirovka emas, bular ishlaydi. Bittasi qandaydir balandroq joylashgan, nimaga bilmadim. Mana tormoz bo'lsa kerak. Это скорость ovozi bilan. А вот S2, S1, скорее всего, rejim almashadigan narsasi. Bu nima? Bu ham, короче, hali to'liq bitta obzor qilamiz, ko'rasizlar. Voy, bu. Ekran ishlamas ekan. Выйти из игры. Так вот, Formula 1 manimcha aytdim bo'lyapti o'zi. Nechuk просто kelish kerak, o'ynayverish kerak. Boshqa hech narsa emas. Вообще maza bo'lsa kerak.